Yod. Yod nima uchun muhim? Yod qalqonsimon bez uchun eng asosiy element. Qalqonsimon bez butun organizmdagi gormonlar balansi uchun javobgar. Agar organizmda yod defitsiti bo'lsa, ya'ni yod yetmasa, qalqonsimon bez yod o'rniga toksinlarni, galagenlarni yuta boshlaydi va barcha organlar faoliyatida buzilishlarga sabab bo'ladi. Bu ayniqsa ayollar uchun juda muhim. Yod yetishmovchiligi nafaqat gormonal muvozanatga, balki reproduktiv salomatlik uchun, kayfiyat va tashqi ko'rinishga ham ta'sir qiladi. Xo'sh, qanaqa yechim bor? Nima qilish kerak? Organik yod bilan boyitilgan bioaktiv faol qo'shimchalar, BADlarga ahamiyat berish kerak. Men Aynorum yoki iFux'ni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu mahsulotlarning tarkibida bizning organizmimiz juda oson o'zlashtiradigan kovalent yod bor. Peridozirovka xavfi umuman yo'q. Ratsioningizga tarkibida tabiiy yodi bo'lgan dengiz mahsulotlarini, laminariyalarni qo'shing. Vaqti bilan detoks, ya'ni tozalov programmalaridan o'ting. Organizmni ortiqcha axlat, toksinlardan, galagenlardan tabiiy usullar bilan tozalang. Detoks programmalarini tabiiy, ishonchli mahsulotlar bilan ekspertlar nazoratida o'tsangiz, bu sizga a'lo natijani kafolatlaydi. Yordamim kerak bo'lsa, menga murojaat qiling.